Assalomu alaykum aziz Qorbobo. Sizni rosayam sog'inib ketdim. Sizdan bolachalar rosa so'nib ketgandirsiz, Sizga masamas chinama. Timbuli yangi yil ham yaqinlashib ketdi. Hali hammaga podarkalar olishingiz kerak. Menam hammaga sovg'alar berishim kerak. Sizga mazza, qo'rqizingiz bor. Uncha yordam berib turadi. Mana esa mushugim ham yo'q. Shuning ozgina yordamingiz kerak. Xo'pmi Qorbobojon? Men spiskani aytib turaman, siz yozasiz. Kirishdik-a? Demak, boshladim. Birinchi o'chiribda qo'shnimizga yangi tom kerak. Ular tomida doim suv o'tadi. Keyingi podarka yana bitta qo'shnimizga. Ismi Mubina, tepamizda yashaydi. U har kuni yarim kechasi soat 3da tualetga boradi. Oddiy borsa ham mayli, tok borib keladi. Biz tualetga borgimiz kelmasa ham uyg'onishga majbur bo'lamiz. Endi tasavvur qiling, bizga qanchalik qiyin. Aziz Qorbobojon, shu Mubinaga yumshoqqina topishga podarka qilsangiz bo'ldi. Keyin tualetga qancha borib kelsam mayli. Ship qilib borib kelaveradi. Qo'shnilar bo'ldi. Endi navbat o'zimizga. Qo'sh, Adajonimga 4 ta zimniy balon 15 taligidan. Rostdan aytsam, bu nimaligini bilmayman. Lekin odamga rosa kerakli narsa. Mubinaga topishga bo'lmasam, odamga balon kerak. Jonimdan, yengilda sizga nima kerak deb so'ragandim. Jonim, faqat menga tinchlik kerak dedilar. Aslida unaqa emas, Qorbobojon. Jonimga tinchlikdan tashqari Louboutin tufli, Louis Vuitton etik, Dolce & Gabbana, Armani, Fendi, Chanel, Shampul Gucci va yana allanimalar kerak. Bularni hech qaysi biri odam baribir olib bermaydilar. Lekin oyim baribir ayturalar. Odam baribir olib bermaydilar. Oyim baribir ayturalar. Odam baribir olib bermaydilar. Shu bilan bahor kelib qoladi. Oyim keyin aytmaydilar. Odam baribir olib bermaydilar. Aziz Qorbobojon, ojonimga hech bo'lmasa bitta atir sovg'a qiling.